Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylarida qarindoshlarım, hammalarınki mushu vaqti ve bulundaki vaqti xayrlik bolsun. Men dostumla Abdulaziz Beştoğrak. Hazır biz tedbiriyay 50. dersimizde balılar bilişketigişlik muhim işla ve dost tanlaşta muhim işla bilişketigişlik muhim işla. Yani muhim işler babideki dersimizde başlamadığımız qadirli qarindoshlar vaktimiz bir az kıs. Şoňlaşqa biraz tızrak okup söyleyişim mümkün. Bugünkü dersimizde başlayalım. Hemimiz bilimiz, hemimizninki balları var, yakumisi biz bala atanın aldıda. Ondan başkama dostqa ihtiyacımız boludu. Qandaq, senin qanda adam işkellikini dostunu dep bersen, dep berme deyen hikmetlik sözlerimi bağ qadirli qarindoshlar. Anda olsa diqqatinglar tedbir isin dersimizde Erkin Sıdık akimizdinki turmuşning muhim savatlari ve sabaqlari Erkin Sıdık yazmaları 7. kısım kitap tedbir neşriyat tarafidan neşr qilingan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Perzentler bilişketigişlik muhim işler. Yani balalar dep aldım bu yerda. 2016 yılı 9. ayının 30. günü yazılgan makale iken ilan kılıngan vatanda. Men yakında torlağı çıkargan bir parça makalede dadılar bilişketigişlik bir kısım muhim işlerini bayan kılıp öttüm. Ondan keyinki yeni bir parça makalede bolsa ata-ana ve er-xotullar bilişketigişlik bir kısım muhim işlerini düşündürüp öttüm. Mezkur makale aşı makalenin devamı bulup bunun da perzentler bilişketigişlik muhim işlerini bayan kılıp ötümüz. Eskertip koyuşqa tegişlik bir nokta şu ki mening bayan kılındığım muhim işlerinin hemmisi emas. Fakat ularning bu qatim özüm tanlagan bir kısmıdınla ibaret. Xuddi burunqi makalelerge okşaş, men tonuşturduğum mezmunlarının köp kısmı dünyada tonulgan kesip ehlilerinin leksiyaları yoki maqallardan ilingan. Azırak kısımları bolsa özümning beşidan ötken ve özüm his qilgan işler. Bunun da birincisi ata-ananız bilen paranlaşıp turun, ikinci ata-ananızga iş qilip berip turun, üçüncü bekarcı bob qilishdan saqlaning degan 4 tane muhim mezmun bakim. Birinci, ata-ananız bilen paranlaşıp turun. Bir kısım yaşlarının öz ata-anası bilen bolgan münasibeti ancha yaxshi emas. Ondaq boluşuk sebeplerinin biri, bazı yaşlar her qatim dadısı bilen paranlaşmakçı bolup söz başlasa, onun sözü 1-2 minut davam qılmayla dadısı onu tənqidləşki başlaydı. Siz her qatim dadınız bilen paranlaşmakçı bolganda, dadınızın özünü tutup alanmay, sizni eyipləp ketişi ve apınız bilen paranlaşmakçı bolganda, o xuddi bir muncha açıqni yığıp, onu sizden almakçı bolgandek sözlapla ketişideki sebep, sizden adette olağa özünüz bilen paranlaşış pürüstünü anca bermigellikinizdir. Aldığınki makallarda düşündürüp ötkünümdek, bala kiçik vaxtda davamlıq türde ata-anasıga gep qilishga intilidi. Bala çoğun bolganda bolsa ata-analar davamlıq türde balısıga gep qilish, balısı bilen paranlaşishga intilidi. Ata-analar sizning diqqat berishinizni isteydi. Amma siz her xil işler bilen nihayet aldiraş bulup, ularga hiç qandaq paranlaşış pürüstü bermeysiz. Siz ularga vaqt bermegende, ular destipede sizni seginidu, sizden hasretlenidu. Amma ulardaki seginiş ve hasretleniş tuygusu asta sizden ağrınış tuygusuga özgürdü. Vaqtın ötüşü bilen ulardaki ağrınış hissiyatı yığılıp ve küçüyüp maňydy. Hem de xeli köp vaqtlarda sizge gep qilish pürüstü bolganda sizge nime deydiganlygyny köňül deptirge yezip turdy. Aşundaq bir vaqtda ular sizni uçurup, sizning özleriga yana anç perva qilmayotganligingizni ko'rganda ular partılaydı. Sen hazır qandaq bulup ketding bilemsen. Sen mav işte qilmading, av işte qilmading, yana bir ishni xato qilding, yeni bir işni kem kıldın dep
ko'ngliga yig'ilib ketgan gaplarini biroqla to'kishga boshlaydi. Siz bu gap nereden keldi? Siz bu gaplarni yodlab turganmi? Bu hargizmi kallangizda hozirli paydo bo'lgan gap emas deysiz. Deganiniz rost. Ata-onangiz haliqi gaplarni kallasida tayyorlab qo'ygan. Bu ishda ata-onalarning ko'ngli xuddi bir to'xtamay yel qachilinib turadigan sharga o'xshaydi. Yel qachilini verib, aralab yerni azroqdan chiqarib o'tadigan fursat bo'lmaydi ekan, o shar oxiri portlab, yerilib ketadi. Şoňa bundaq ahvalning oldini olishning unumli usuli, agar siz uydan ayrilib chiqqan bo'lgan bo'lsangiz, har kuni ata-onangizga telefon qilib, ular bilan 5-10 minut so'zlashib turish. Ular sizning turmushingizni kontrol qilib turmaydi. Siz faqat ularga telefon qilib, ata-onangizdan qisqacha hal ahvol so'raysiz. Hamda o'zingizning ishlari qandaqroq ketayotganligi to'g'risida ozroq parang solib berasiz. Shuning bilan ata-onangiz har kuni sizni seg'inish istikini bir oz qondirib, ba'zi ishlarda sizdan ozroq ochiqini chiqarib, qo'rsog'ini sal bo'shtib turadi. Shuning bilan ulardagi sizga bo'lgan qo'rsoq ko'piki hergizmo bir partlash darajasiga bormaydi. Bundaq paranglar jarayonida ata-onangiz ba'zi ishlar haqida o'z ko'z qarashlarini bayon qilishi, sizga taklif berishi mumkin. Siz uchun ularning gapining hammasiga amal qilish shart emas. Bir qism gaplarni faqat anglabla o'tib ketsangiz bo'laveradi. Albatta, ata-onalardan kelgan muhim nasihat, tavsiya va takliflarni qabul qilish bir xil alayda oqilona ish qilish bo'lib hisoblanadi. Chunki men qilmagan bilan ata-onalar sizga qaraganda ko'p tajribalik. Sizga qaraganda ularning beshidan ko'p ishlar o'tgan. Ularda sizga qarata cheksiz va shartsiz muhabbat bor bo'lg'achqa, ular hargizmi bilib turib sizni xato yo'lga boshlamaydi. Ata-onangiz sizga gap qilganda ba'zida ularni anglab qo'ysangiz kifoya qiladi. Ammo hargizmi ularning degini hech nimaga arzimaydigandek bir xil pozitsiyasini namoyon qilmang. Uning aksicha, ularga siz uchun ularning nihoyat muhim ekanligini his qildirib turing. Oldingi maqolada tilga olganimdek, ata-onalarni eng muhim o'ringa qo'ying hamda ularga eng yaxshi muomala qiling. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkanlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. 17-suraning 23-oyat. Dinimizdagi hukmlar bo'yicha qaraganda o'z ata-onasi bilan munosabatni yaxshi qilmaslik dozoqqa kirishning eng oson yo'li. Shunlashqa dozoqqa kirishni xohlamasangiz, ata-onangiz bilan bo'lgan munosabatga hargiz sal qaramang. Ata-onangiz bilan bo'lgan munosabatni cho'qim yaxshi qiling. Hargiz men dadam bilan so'zlashib boqmag'ili bir qancha oy bo'ldi degandek ishlarni qilmang. Ikkinchi, ata-onangizga ish qilib berib turing. Bulardan boshqa sizga beradigan yana bir muhim taklifmi bor. O bo'lsa-mu ata-onangizga bir qism ishlarni qilib bering. Agar siz bir dindor kishi bo'lib, diningiz qancha kuchaygan sari siz bilan ata-onangiz o'rtasidagi munosabat shuncha yiroqlashadi ekan, siz bilan ata-onangiz o'rtasidagi munosabat shuncha yiriklashadi ekan, o holda ata-onangiz bundaq ahvolning yuz berish sababini sizdan ko'rmay, dindan ko'rdi. Shunga onalar bayramida o'z meylingiz bilan apangizga gul yoki boshqa biror narsa elib sovg'a qiling. Dadalar bayramida dadangizga oddiy yoki kichik bo'lsin biror xotira buyumi elib sovg'a qiling. Fursat tepib yoki fursat yaratib ata-onangizga bir qism ahamiyatli ishlarni qilib bering. Ata-onangiz sizning dindarligingiz sizni bag'an sari yaxshiroq bir odamga o'zgartib etadiganligini his qilsin. Uning aksicha bo'lganda sizning dindarligingiz qanchalik kuchaygan sari siz ata-onangiz bilan shuncha bak qarshilashsiz. Ata-onangiz bilan shuncha bak gap talishsiz.
Bundaq ahvalda ata-ananız günahını sizden kömey, dinden kördü. Hem de siz ata-ananız yoki qarindoshlarыңizga da'vat bermoqchi bo'lganda, ular mening hargizma sendek odam bo'g'im yo'q. Sen hozir davomli usollik qilasan, davomli rezillik qilasan deydi. Şoňlaşqa sizning öz iş harakatingizni oilangizga mos keladigan, oilangizdagilarga kuyunadigan qilib o'zgartirish mas'uliyatingiz bor. Bu ish oila munosabatini saqlamlashtirishda to'liq muhim. Biz üçün ata-anamiz ve qarindoshlarimiz nihoyatda muhim. Siz odatda ular bilan qanchalik chiqisholmang, odatda ularni qanchalik o'ch ko'ring. Agar sizning bir qarindoshingiz bir mashina voqeasiga uchrab, doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limiga kelib qolgan bo'lsa, siz yanala qo'lingizdagi hamma ishni tashlab doktorxonaga borasiz. Qandoshlik munosabat degan ana shundoq bo'ladi. Yaratquchimiz tarafidan qandoshlik munosabat ana shundoq loyihalangan. Şoňlaşqa biz har vaqt ailemizdagilarni muhim o'ringa qo'yishimiz, ularni qadrlashimiz, ularga har vaqt yordamda bo'lishimiz kerak. 3-nji, bekachi bo'lib qolishdan saqlaning. Yaqinqi 10-20 yildak vaqtning ishida Uyg'ur yoshlari ichida zaharlik, chekimlik chekish, yo'ldan chiqib ketish, aydiz kasaliga giribtor bo'lishdek nachar ahvollar intayin ig'ir darajada yuz berdi. Onun asaslık sebebi işsizlik ve şunundan kelip çıkan bekachilik. Men 2005 yıldan keyin Uyg'ur diyarının koçuları da top yürüyen işsiz bekachi yaşlarını görüp intayin qattiq cho'chib ketdim. Intayin echindim. Hem de ularga intayin cho'nqur histoshlik qildim. Yaş o'smirlar bekachi bo'lib qolsa, ularning ishidagi nurg'unlari xato yo'lga kirib ketadi. Bu yuz berish bermaslik meselesi emas, faqat vaqt meselesi. Şoňlaşqa g'arib elleridagi ata-onalar başlangıç ve o'rta maktabda o'qiyotgan bolalarining dam elish kunlari bekachi bo'lib qolishining oldini olish uchun ularni o'z qiziqishiga asosan har xil sportlarga burdi. Shanba, yakshanba kunlari o'zlari mashina haydab, bolalari top o'ynaydigan yoki boshqa sport qiladigan yerlarga opirib, o'yin musobaqalar tugab bo'lguncha bolalarining o'yinlarini ko'rib, ularga kuch qo'shib berib, andin uyiga yondirib keladi. Bolalarini o'z ko'zidan zadila ayirmaydi. Bolalar sal cho'ng bo'lib, to'liq o'ttirga chiqqanda bo'lsa, ta'til va dam olish kunlari har xil xizmatlarni tepib ishlaydi. Yoki bo'lmasa biror doktorxonadagi yerlarda xolisona ishlab, xizmat tajribasi to'playdi. Amerikadagi dangliq oliy maktablarning yangidan o'qishga kiradigan o'quvchilardan kam deganda 60 soat xolisona xizmat qilgan bo'lish deganni maktabga qabul qilinishning bir sharti qiladi. Endi bular bilan Uyg'urlarning ahvolini selishtirsak, Uyg'ur yosh o'smirlarining naqadar foydasiz o'rinda ekanligini bayqaymiz. O'rta maktab o'quvchilari u yoqda tursin, bir mezgil vaqt ichida oliy maktabni bitirgan yoshlarga xizmat yo'q. Ular hali cho'ng bo'g'ochi bekachi bo'lib, ata-onasi bilan bir uyda yashashga majbur bo'ldi. Bu ahvollarning hozir qanchalik yaxshilanganligini men ancha bilib ketmayman. Menimcha Uyg'ur yosh o'smirlari orasida yuqorida tilga ilingandek nachar ahvollarning yuz berishida ata-onalarning yaxshi tarbiya qilmaganligi ma'lum darajada rol o'ynagan bo'lsa-mu, onunğa asaslıqı Uyghur diyarının şaraiti sebepçi bo'lgan. Yani yaşlarının uzun müddet işsiz ve bekachi haleti yaşashqa mecburlanışı sebepçi bo'lgan. Ama biz şaraitdan ağrınıp üzümüzde taşlıversek, ziyanını yanıla üzümüz tatimiz. Bizden hiç qandaq çare kullanmay, bahane izlep, ağrınıp ve çükülüşüp yaşayışımız bilen bizning hozirgi ahvolimiz yaxshi tarafga o'zgarib qolmaydi. Şoňlaşqa men har bir yoshlardan ata-onalar yaratib bergan fursatni qadrlab, ata-onalar yaratib bergan fursatlardan to'liq foydalanib, imkoniyati bor bo'lsalar, bekachilardan bo'lib yashamasligini umid qilaman. Ata-onalarning yordam qilish imkoniyati yo'q ahvoldami,
boş vaqtini xolisona xizmat qilish yoki o'zligidan o'g'inish ishlari bilan aldirash o'tkazgili bo'ladi. Xili ko'p Uyg'urlarda yoshligingda o'ynab ol degan mazmundagi naqshalar xili ko'p. Ammo yaxshiligingda yoshligingda o'ginib ol yoki yoshligingda o'qib ol degan mazmundagi naqshalar ancha yo'q. Aqlani ish qiladigan yoshlar cho'qim yoshligingda o'ynab ol deganni yoshligingda o'qib ol deb tushunish kerak. Chunki odam yoshlik davrida egillagan bilimi onun keyingi bütün ömrünün qandaq bo'lishini belgilaydi. Onun hayat taqdirining qandaq bo'lishini belgilaydi. Yoshlik davrida o'ynab, o'z yashiga xos bir qism go'zal asrlarni qoldirishmi intayin muhim. Ammo o'yin bilan o'g'inish yoki o'yin bilan o'qish o'rtasida bir tamponliq bo'lish kerak. O'yinni bilim egilashdan bakrak ta'kidlaydigan har qanday bir xalq cho'qim dünyadaki terakki qilgan eller xalqlarning ko'p aqida qoladi. Vaqt intayin qimmatlik. Men bir ömür vaqtini hech turanmay yashadim. Men Uyg'ur diyoridagi yoshlardan foydasiz sharoitdami vaqtni qadrlashni o'rganib, kunini o'rganish va xolisona ishlashdek ahamiyatli ishlar bilan aldirash o'tkazib, xato yo'lga kirib qolishdan qat'iy saqlanishni umid qilaman. Şaroitga norozi bo'lib, sharoitdan og'rinib, tushkunlashib, yo'ldan chiqib, oxiri o'z umrini baldur oxirlashtirish yo'lini tanlagan yoshlarmi bor. Undaqlardan bir qanchasi men burun o'qiyotganda o'zim bevosita uchratgan. Yaqinda ba'zilarini uchratdim. Hamda ashunday ahvoldan haftalab azoblandim. Yaratquchimizni va ota-onamizni rozi qilish uchun biz hammamiz şereflik yaşap, şereflik ölüş yolunu tanlaylı. Faydalangan mezmunlar today you can, tomorrow you cannot. Numan Alihan yazma sohbet, dadılar biliştik mühim işler, ata-analar biliştik mühim işler diyen mezmunlardan faydalanıp da kaderli kıyırındaşlar. Hem de biz İkinci mezmun nimeti dost tanlaştı bilişki tigişlik muhim işler degan mezmunu birlikte öğünümüz. Bu mu 10 betken kadarlı kıyırındaşlar. Yani öğünüm atkan kitabımız Erkin Sıdık yazmaları 7. kısım turmuşunun mühim savatları ve savakları tedbiri neşriyatıdır. Dost tanlaşta bilişki tigişlik mühim işler. 2015 yılı 9. ayının 25. günü. Tor ismi Mayin deb yazıladigan bir qarindishimiz Mayin Bağdaş munbiri de mağa tüvenlik inkasını kaldırıptı. Esselamu aleyküm bilim xumar efendi. Tor dünyası arkalık bizge yeni uçur ve bilimlerini berivatkallıkınızdan tonumu suyunumen. Hem makalınızda imkan kadar toluk uçuşku tirişip, nurgun bilimlerge igi bulup kilivatımem. Bunun için sizge fakat rahmetli diyelmeydiken ben, addi rahmetim diyeleydiken ben, addi rahmetimni qabul qilgaysiz. Öz fikrimga kelsam, yaqindan beri bir odamning qanday kishilar bilan arilishishi shu odamning ko'z qarashi va ideyasining o'zgarishini keltirib chiqaramdi degan masalada ko'p o'ylanadigan bo'lib qoldim. Men azaldan bu masalaga odam o'zi qanday bo'lsa shunday odamlar bilan arilishib o'tadi deb qaraydim. Ammo bir do'stim bu qarashimni rad qilib mundaq dedi: Her kandak tabiqideki her kandak yolda mangan adamlar zehir soğuduz kıldıgan, adem soğuduz kıldıganlarının başka bilen arılışıp ötken yaxşı. Bunun cemiyetini düşünüşte paydası ba deydi. Şunun bilen yana kayıt oylandım. Onun diginimi məlum cəhətdən etqanda uruluq iken. Ama yanına onun bu karışını kuvvetlep mundak toğru deb qaramayman. Mutlaq to'g'ri deb qaramayman. Mening bilmoqchi bo'lganim, ma'lum doiradagi
ictimai muhit, siyasi tüzülme ve etraftaki adamlarning ideya köz qarashlari şu muhit dairasida yaşayotgan adamga qandaq ta'sirlarni ko'rsatdi. Burunqila aytgandek, yomanga yo'liqsang yarisi, qozonga yo'liqsang qarisi yo'qar degan tamsildek ilg'or ideyadagi bir to'pdan ayrilib, uzun mezgil ideyasi ancha taraqqiy qilmagan bir to'p kishilar orasida yashab qolgan kishilarda qandaq ruhiy va ideya jihatdan qandaq o'zgarish bo'lishi mumkin hammamizga ayon. Yurtimizda coğrafiylik jihatdan ayrılgan şimal ve janubning siyasi tuzilmasida, muhitida şu yerlik kishilarning ideya ko'z qarashlarida nurg'un o'xshamasliklar bor. Şimal ve janub kishilarining qimmat qarash, ideya jihati birlik kelishiga qanday sharoit kerak? Yana biri, davlatimizda fuqarolarga foydali nurg'un siyosat tadbirlar, yo'lash, yordam qilish siyosatlari yo'lga qo'yilyapti. Diqqat qilsam, tüven kapaletlik turmuş pulu eliş üçün bay bolsun, namrat bolsun yol mağınıgan işler köpken. Men bu işte fakat kallamdan ötküzelmedim. Ulanın karışça bekağı birdiğen pul boğandiken bununla yalvarıp yol mağıp elivası yakşı iken. Ama nurgun şu pulga ihtiyaclı kişiler yanıla kıynalmakta. Siz bu xilde kişilerin kıymet karşı kanda karaysız, yukarı meselelerini çör degen asasda ictimai muhit ve adamga ko'rsatadigan ta'sir haqida yangi bilimlardan bizni xabardor qilsiniz degan umidim bor. Rahmat. Men qarindishimizning uchurini o'qigandan keyin bir oz o'ylandim. Hamda ozroq izlandim. Men mazkur maqolada do'st to'llashni bilishga tegishli muhim ishlar ustida to'xtalaman. Keyingi bir maqolada nima uchun do'st tutishning muhimligini tushuntirib o'taman. Bir odamning qanchalik do'sti bo'lsa, eng muvofiq bo'ladiganligi har bir odamga qarab o'xshamaydi. Mening o'z sarguzashtlarim va chet ellarga chiqqandan buyon kuzatganlarim asosida yakallab chiqqan xulosa mundaq. Aqlli odamlarning do'stlari ikki chambarakning ichida bo'ladi. Biri kichik chambarak bo'lib, uningda dildosh do'stlari. Bilim ve kabiliyet cihatte özünü tuluqlaydigan, tanlagan hayat yolu o'xshash yoki o'xshab ketadigan kishilar bor bo'ladi. Masalan, mening bir kichik chambarikim ichida o'z ahvolimiz ustida qattiq bosh qotiradigan, qattiq izlanadigan hamda o'z ahvolimizni yaxshilash yo'lida qo'lidan keladigan hamma ishlarni qilishga tirishadigan o't yurak qarindoshlarimiz bor. Mening yani bir kichik chambarikim ichida men qilayotgan yiziqchilik ishlarimga amaliy va ruhiy jihatdan yaqindan yordamda bo'layotgan qarindoshlarimiz bor. Men bu ikki chambarak ichidagi ko'pincha qarindoshlar bilan tor orqali tanishgan. Hamda ularning xili ko'p qismi bilan hozirgacha bo'lgan umrimda biror qatim ko'rishib boqmagan. Ammo bir yerda ko'rishib qolsak, xuddi kichikimizdan tartib billi cho'ng bo'lgan do'stlardek bir demdala ichqiyun tashqiyun bo'lib ketamiz. Ayolim bilan ikkimiz Amerikadan boshqa davlatlarga sayohatga borganda ana shundoq ömrümüzde birer qatimni ko'rishib boqmagan do'stlarning uyiga tushib yoki bo'lmasa ular maxsus bizni deb tayyorlagan so'rinlarga berib, ularning qizg'in kutib olishiga va nihoyat zo'r yordamiga erishdik. Shularning bo'lg'inidan bizning sayohatimiz to'limi muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu xil ahvol hozirmo davomlashyapti. Yana biri bo'lsa cho'ng chambarak bo'lib, uningda har xil odamlar bor bo'ladi. Hamda ular o'zining kishilik munosabat to'rining a'zolari bo'ladi. Masalan, mening cho'ng chambarakim ichida men bilan bir shtatda turadigan va biz bilan mehmondorchilik qilib o'tadigan Uyg'ur vatandoshlarimiz bor. Ular bilan biz so'rinni birga o'ynaymiz, ammo ularning ichida menga o'xshash maqola yozish u yoqda to'sin, mening biror parcha maqolamni to'liq o'qib qo'yadiganlarmi asosan yo'qning o'rnida. Bir odamning muvaffaqiyatli bo'lishida bu ikki xil guruhdagi odamlarning hammasi muhim rol o'ynaydigan bo'lib, ular bir-birini to'ldirdi. Ammo bir-birining o'rnini ola olmaydi. Agar siz shu ikki guruhining ishidagi faqat biri bilan aralashib, yana biri bilan aralashmasangiz,
siz cho'ng ziyanlarni tortisiz yoki bo'lmasa o'zingizga foydali ko'p fursatlardan mahrum qolasiz. Amerika ma'rif sistemasi yosh o'smirlarda ijtimoiy munosabat iqtidorini yetildirishni intayin qattiq ta'kidlaydi. Ota-onalar bolalarini boshlang'ich yoshiga to'shqanda yoki uningdan burun shanba yakshanba kunlari yoki maktabdan qo'yib bergandan keyin har xil faoliyat ilib boradigan tanharkat turlariga qatnashtirdi. Amerika maktablarida topshiriq bek oz bo'lg'achqa, bunda qilganda biri bolalarni yomon ishlarga aralashib qolishdan to'sib qog'ili bo'ladi. Yana biri ularda kishilik munosabatni qandoq bir taraf qilish, qandoq qilib ko'plagan kishilar bilan hamkorlashib bir ishni vujudga chiqarish qobiliyatlarini yetildirdi. Uchinchisi, bunda qilish bolalarning badanining sog'lom bo'lishiga zo'r darajada foydali. To'rtinchisi, bunda qilish bolalarning o'zidagi talantlarni va o'zining qiziqishini bayqab olishiga nihoyat obdan fursatlarni yaratib berdi. Yuqorqidek maktabning sirtidagi tanharkat turlaridan boshqa Amerikaning boshlang'ich, o'rta va oliy maktablarining hammasida o'quvchilarning har xil kasbiy guruhlari bor. Ular o'quvchilar klubi, student club deb ataladi. Masalan, qor teyilish klubi, suv uzish klubi, mashina klubi ve radyo klubi degandek. Maktab bu klublarning tashkillanishiga yordam qiladi. Ba'zida yetakchi o'qituvchimi bekitib beradi. Ammo ularni mangdirish ishini butunlay o'quvchilar o'zlari qiladi. Bundaq ishlarning yuqorida tilga 4 xil ahamiyati bor bo'lib, uningdan boshqa yosh o'smirlar o'zi qiziqqan yoki o'zi yaxshi qila oladigan biror sohada kichkidan boshlabla o'zini texmo taraqqiy qildirish fursatiga erishib qolmay, o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullanib, hayotini nihoyat xushal va ma'nilik o'tkazadi. O'g'lim Dilshad o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtda men bir qatim uning maktabi o'rinlashtirgan ishlarga qatnashdim. Hatto bir qatim ota-onalardan tarkib topgan maslahatchi guruhiga a'zo bo'lib berdim. Shu chaqda maktab rahbarlari bizga mundaq bir ishni aytdi. Yosh o'smirlar uchun darsdan sirtqi faoliyatlarga qatnashish, ularning darslarda a'lo natija bilan o'quvini bilan o'xshash darajada muhim. Agar bir o'quvchi hamma darslarda a'lo natija bilan o'qib, darsning sirtidagi ishlarda yo'q bo'ladigan, eng ko'p bo'lganda u o'quvchi faqat yarim odam bo'ladi. Ko'pincha vaqtlarda uningdan tuvarrak turadigan odam bo'lib qoladi. Ana shundoq bo'lg'achqa, Amerikadagi dangliq maktablar o'quvchi qabul qilishda o'quvchining o'rta maktabdagi o'qish natijasi bilan onun darsdan sirtqi faoliyatlarga qatnashish ahvoliga o'xshash darajada qaraydi. Xili ko'p maktablar qabul qilingan o'quvchilarga mundaq shart qo'ydi. O'z maktabiga iltimos qilishdan burun doktorxona yoki ommaviy tashkilotga o'xshash bir yerda kam deganda 60 soat, ya'ni 5 tane kunduz degan gap qadrli qarindoshlar, pidoi bo'lib ishlagan bo'lishi yoki bir hafta. Bu yerde maktablar bir o'quvchining burun darsdan sirtqi faoliyatlarga qatnashish ahvolini o'quvchilarni darajaga ayirishning bir xil sharti sifatida foydalangan bo'lsa-mo, bu ishda ko'zda tutilayotgan asosiy narsa o'quvchilarni universal taraqqiy qildirish bo'libmi ularni ijtimoiy munosabatda nihoyatda qobiliyatli qilib yetildirishdan iborat. Endi o'z ahvolimizni qarab boqadigan bo'lsak, Uyg'urlar kishilik munosabatda, kishilar bilan kishilar o'rtasidagi aloqada va liderlik, boshchiqlik qobiliyatida bir qadar ojiz. O'zaro munosabatda o'zining maqsadini aniq va ixcham holda uqtira olmaslik, o'z bilimini boshqalarga unumli holda yetkazolmaslik ahvollarimi og'ir. Nurg'un yoshlarimiz başqalardan to'g'ri savolni so'rash yoki savolni to'g'ri so'rash jihatida nihoyat ojiz. Buning asosli sababi Uyg'ur ma'rifida yuqorida bayon qilingan o'xshash bir sistema mavjud emasligidir. Kishilik munosabatni ilmiy, aqlona va unumli elib berish iqtidorlarini darsxonada o'rgatgili yoki o'rgangili bo'lmaydi.
ularni çokum ameliyat jarayonida o'rganish kerak. Stacia Pierce, Amerikadaki en ali turmuş usulü şirketi. Ultimate Lifestyle Enterprise degan şirketning lideri, turmuş maslahatchisi ve kasb mutaxassisi bo'lib, o 2014-yil yozgan bir parcha maqolada to'g'ri do'st tanlashni bilishga tegishli 11 xil muhim ishni o'ttirib qo'ygan. Men tuvanda ashu maqolaning mazmunini bayon qilib o'taman. Agar uningga o'z ko'z qarashimni qo'shib qo'ymoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklida qistirib o'taman. Kishilik munosabat bir liftga o'xshaydi. O ba'zida sizni yuqoriga o'rlatadi va ba'zida sizni pastga tuvallatib o'tadi. Boshqalar bilan o'rnatgan har bir munosabat uzun muddatlik bo'lmaydi. Ba'zida siz o'zingizni bir vaqtda allaqachon o'tib ketgan ziyonli munosabat ishidan topsiz. Shunlashqa to'g'ri munosabatlarni tanlash to'limi muhim. O'zingizning uzun muddatlik muvaffaqiyatiga kafolat qilish uchun cho'qim do'stlarni to'g'ri tanlashingiz shart. Do'stlarni to'g'ri tanlashda tuvandagi ishlarni, muhim ishlarni bilishingiz kerak. Qadrli qarindoshlar, do'st tanlashdagi muhim ishlar turmushning muhim savotlari va saboqlarida 11 dana muhim ish bor ekan. Shuni birlikda o'rganamiz qarindoshlar. Birinchi, o'zingizning ustun turadigan odamlarni tanlang. Agar siz turmushingiz, kasbingiz va shirkatingizni yana bir baldaqqa yuksaltirmoqchi bo'ldikansiz, cho'qim o'zingizdan bir baldaq ustun turadigan kishilar bilan do'st bo'lishingiz kerak. Shu orqali siz nazaringizni texmi cho'ng mumkinchiliklarga tashlay olasiz. Siz o'zingiz bilan o'xshash xildagi kishilar bilan birga bo'lganda o'zingizni eng rahat his qilishingiz bir tabiiy ahvol bo'lib, ashunda qilsangiz bo'laveradi. Ammo siz ba'zida o'zingizning rahat rayonining sirtiga chiqib, sizda texmi cho'ng ishlar, yangi uchurlar va texmi yuqori saviyalik turmush ichiga elib kiradigan kishilar bilan do'st bo'lishingiz kerak. Agar siz ashundaq do'stlarni qadrlaydi ekansiz, siz texmi yuqori pallaga chiqa olasiz. Ikkinchi, do'stni qimmat qarashi o'zingizniki bilan o'xshab ketadigan kishilardan tanlang. Rengareng kishilar bilan aralashishning ko'p jihatdan foydasi bor bo'lsa-mu, qimmat qarashi va aqida masalasi kelganda o'zingizning eng yaqin do'stlarini dildosh kishilardan tanlasangiz eng yaxshi bo'ladi. Siz boshqalarning fikrlariga va boshqalarning siz bilan farqlanadigan taraflariga hurmat qila oladigan bo'lgan taqdirdami, agar siz o'zingizniki bilan o'xshash qimmat qarashga ega kishilarni do'st tutsangiz, siz ba'zi ishlarda murosa qilishga majbur bo'lmaysiz. Hamda boshqalarning yomon ta'siriga uchramaysiz. Do'stlarning qimmat qarashlari o'xshash bo'lganda, ular o'zaro yordamlashadi va bir-birini nazorat qiladi. Uchinchi, o'rtaq nishoni bor kishilarni do'st tuting. Bundaq odamlarni o'zining hayotiy maqsadining sheriklari deb qarashga bo'ladi. Sizning o'zingizning nishonlari bilan o'xshash nishonlari bor do'stlaringiz bor bo'ladi ekan, sizlar olg'a ilgirlashda bir-biringizga turtki bo'la olasizlar. Sizlar o'rtaq nishoninglar uchun birlikda kurash qilib, ashu nishonlarni amalga oshirishda bir-biringizga madad bera olasizlar. To'rtinchi, qobiliyat jihatda sizdagi bo'shliqni to'ldira oladigan kishilarni do'st tuting. Hamma odamning ortiqchiliklari va ojizliklari bor bo'ladi. Siz o'zingizdagi ojizliklarning nima ekanligini bilasiz. Do'stlarni to'g'ri tanlash orqali sizda yo'q, ammo do'stlarda bor talant, mahorat va qobiliyatlardan foydalana olasiz. Do'stlar bir-birining ortiqchiliklaridan foydalansa, hamma taraf teng foyda oladi. 5. Sizni eng yuqori darajada tirishishga qistaydigan, sizga turtki bo'ladigan va sizga madad beradigan kishilarni do'st tuting. Hech kim salbiy pozitsiyalik yoki davomli tushkun yuradigan bir odam bilan do'st bo'lishni xohlamaydi. Biz odatda ijobiy pozitsiyalik va davomli
bizning ruhimizni canlandırıp koyduğun kişiler bilen birlikte yürüyüşünü xalaymiz. Sizning do'stingiz qaysi kategoriyaga kirdi? Sizning ular bilan bo'lgan paranglaringiz qanday paranglar? Sizning eng yaxshi do'stingiz sizning gapingizga quloq soladigan, har qanday ahvol ostida sizga ijobiy jihatdan yor yurakda bo'la oladigan kishilardan bo'lishi kerak. 6. Qiziqishlari sizniki bilan o'xshash kishilar bilan do'st bo'ling. Qiziqishlari sizniki bilan o'xshash do'stlaringiz sizning turmushingizda texmi huzurli qiladi va beytidi. Siz undaq do'stlaringiz bilan sirtqa chiqib, har xil faoliyatlarni birga qila olasiz. 7. Bilimga qattiq tashnaligi bor kishilar bilan do'st bo'ling. Hayot degan o'g'inish, o'sish va yuksalish jarayonidan iborat. Bilimga qattiq tashnaligi bor kishilar bilan do'st bo'lsangiz, siz ulardan bilim ola olasiz. Ularmi sizdan bilim ola oladi. Sizga biror yaxshi kitobni tavsiya qila oladigan yoki sizga o'zingizning yuqori baldagi o'rlish uchun foydali bo'lgan uchurlarni bera oladigan kishilar bilan do'st bo'lish to'liq muhim. Kitobni ko'p o'qiydigan do'stlar paranglashishmi, nayt usti keladigan bo'lib, ular bilan paranglashishning o'zimi bir xil nayt huzurlanarlik ish. 8. Kurash nishoningizga sherik bo'la oladigan kishilarni do'st tuting. Nishonlari va g'oyalari sizniki bilan o'xshash bo'lgan. Sizning o'z nishonlaringiz va g'oyalaringizni amalga oshirishga rag'batlantiradigan kishilarni kurash nishonlaringizga sherik bo'la oladigan kishilar deymiz. Siz ashundaq kishilarga o'z maqsadingizni aytsangiz, ular sizning nishoningizdan chetnab ketmay, to'xtovsiz tirishishingizga yordam qiladi. Ularning sizning qandaqroq qilib ketayotganligingizni tekshirib turishiga va sizning olg'a besish ahvolingizni so'rab turishiga yo'l qo'ying. Sizmi ularga shunday qiling. 9. Sizning muvaffaqiyatingizni tabriklaydigan kishilar bilan do'st bo'ling. Sizning do'stlaringiz yalg'iz sizning ishlaringizni ichiga sig'dira oladigan bo'lib qolmay, sizning natijalaringizni tabriklaydiganmi bo'lsin. Sizning haqiqiy do'stingiz siz o'z safaringizning har bir pallasini tamomlaganda va har qatim biror natija va muvaffaqiyatga erishganda sizni tabriklaydi. Ular sizning muvaffaqiyatingiz uchun chin ko'nglidan xushal bo'ladi. Hamda boshqa hamma kishilardan burun sizga muborak bo'lsin deydi. Bundaq do'stlarni topmoq tez. Shunlashqa, ashundaq kishilarni topganda ularni o'zingizga yaqin tuting. 10. İşni vücutga chiqaradigan kishilar bilan do'st bo'ling. İşni vücutga chiqaradigan kishilar o'zlarining nishonlariga va muvaffaqiyatiga intayin astoydil muomala qiladi. Ular hayotga bo'shanlik bilan muomala qilmaydi, hamda tayin yo'q ishlar bilan vaqt isrof qilmaydi. Ular darhol amaliy harakatga o'tadi va ishlarni vücutga chiqaradi. Agar siz o'zingizni ishni vücutga chiqaradigan odamlarning biri deb hisoblaydi ekansiz, o holda o'zingizga o'xshash kishilardan do'st tanlang. 11. Boshqalardan olganni ularga yandiring. Har bir do'stlik elib ba munosabati ustiga qurilgan. Agar siz do'stlaringizning nihoyatda isil kishilardan bo'lishini umid qildi ekansiz, oldi bilan o'zingiz bir isil odam bo'ling. Agar siz altın qoida bo'yicha yashsangiz, ya'ni siz boshqalardan o'zingizga qanday muomala qilishni kutgan bo'lsangiz, sizmi boshqalarga shunday muomala qilsangiz, siz hargizmi umidsizlanib qolmaysiz. O chaqda sizning yaqinlaringiz bilan bo'lgan do'stligingiz nihoyat natijali va foydali bo'ladi. Yuqoridagi mazmunlarni o'qigandan keyin siz yaqinlaringiz bilan bo'lgan munosabatingizni bir qatim bog'lab baqing. Sizning do'stlaringiz yuqoridagi o'lchamlarga to'shamdi ekan. Sizning do'stlaringizning ishida sizning kurash nishoningizga sherik bo'la oladigan kishilarmi bormi ekan? Agar bor bo'lsa, u nihoyat yaxshi bo'lgani. Agar yo'q bo'lsa, siz do'stlaringizni qaytadan tanlaydigan vaqt yetib kelibdi. Siz yuqoridagi uchurlardan foydalanib, yaqinlaringiz bilan bo'lgan munosabatlarning sifatini o'stira olasiz hamda uzun muddatlik
muvaffaqiyatga erişalaysiz. Stayishta Paris'nin makalesinin mezmunu muş yerde ahırlaştı. Keyinki makalede ben yakın zaman ilmi tədqiqatlarının dost tutuşunun ehmiyetiga ait yakıllarını bayan kılıp ötümen depto Erkin akimiz. 11 secrets to choosing the right friends depto. Şu İngilizce şuken kadarlı qarindaşlar. Özüңlar PDF materialdan makalımı çıkarıp koydum, şehirden düşürüp okuvasanlar boladı canım dostlarım. Anda vası bugünkü tedbir yay sizin dersimiz bu şehirde ahırlaştı. İnşallah bunu tedbir yay radyomuza çıkarıp duyma Anchor dediğim bir torda anlaqılıldığan podcast gibi çıkıdığan bir usul baken kadarlı qarindaşlar şehirdim. Şu kitaptaki bayatın sözlügen mezmunlarını balalar belişkite geçtik mühim işler ve dostallaşta belişkite geçtik mühim işlerini körüp alsanlar buladı. Allah'ın özgü emanet 50. tedbir yersizin dersimiz mişede tügüde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.